8-oktyabr 2025-yil soat 19:00 da Milliy TV kanalida uzatiladigan Men telbaman. 5 kunlik dunyo serialining 3-qismi tomoshabinlar bilan uchrashadi. Bu asar oddiy hayotiy voqealar ortida yashiringan chuqur ma'noni ochib beradi. Inson xatolari, kechirim va qisqa umr haqidagi oylar bilan to'la. Dastlabki daqiqalardanoq tomoshabinni o'ziga tortadi, go'yo voqealar sizning hayotingizda kechayotgandek. Har bir yangi qism bilan serial yanada kuchli hissiyot, samimiyat va ma'naviy teranlik bilan boyib bormoqda. Yaratilgan muhit, musiqaning ta'siri va aktyorlarning tabiiy ijrosi uni o'ziga xos qiladi. Men telbaman. 5 kunlik dunyo bu shunchaki serial emas, hayotning o'zidir. Har bir so'z, har bir nigoh inson qalbining sirlarini ochadi va tomoshabinni chuqur o'yga to'ldiradi.